Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana akamizni pistoletdan yaxshilab masaj qilib olgandan keyin asta temirni olib bellarni yaxshilab qizdirdik. Qizdirganimizdan keyin akamiz sal bir u yog'im og'riyapti, bu yog'im og'riyapti degandek qildilar. Endi baribir sport bilan shug'ullanmaganlar. Keyin mayda pistoletchamizni olib temircha bilan bo'yinni polni qizdirib, o'sha trapetsiya mышцасini spazmini ochdik. Keyin bankalarni qo'yib silikonlar bilan yaxshi yurg'izib qonni aylantirdik-ku, undan keyin mana bu bankalarni qo'yib chiqib polni belni nima qildik? O'sha hijomaga tayyorladik. Xudo xolasa akamiz bu birinchi marta hijoma olishlari, shuning uchun bankani ko'p qo'ymadik. Ana undan keyin qarab turib, vaqt o'tgandan keyin olib polni bitta chizib chiqdik. Esingizdan chiqarmang, chizish deb aytiladi, kesish emas. Polni bel chizib chiqqandan keyin bankalarni qo'ydik. Qon chiqdi, Allohumma barik, zo'r qon chiqdi lekin. Endi bu yerda gapimizning ma'nosi hech qachon o'ylamangki, bu qon chiqsa yaxshi ekan, zo'r ekan, yo ko'p qon chiqsa yaxshi ekan, zo'r ekan deb. Inshaalloh bu haqidan video qilamiz. Keyin alhamdulillah o'sha 5 daqiqa o'tgandan keyin bankalarda hammasini oldik. Bankalarda olgandan keyin joyini yaxshilab artib, spirt sepib qo'yib, akamizga